Rahmat. Xo'p. Amaki. Ha. Aha, boyagi narsa sirni aytmadingiz-ku. Ha, uni sirimi? Kichkina qizim bog'chada tarbiyachi bo'lib ishlaydi. Har kuni qaytishda olib ketaman deb o'rganib qolgan shunga. Men aytdim, qo'ydim jo'ra. Lekin o'zingdan ko'r. Ha, o'zing menga kerak berma. Nima chiroqni yoqib olib o'tiribsan? Uxlamaysanmi? Uxlab bo'ladimi? Bu xorlashingda seni. Hep bu do'konlarni qayerdan topib olasan, ey? Topaman-da. Kobra magazinmish. Ha, dumdum. Ha. Bu Kobra magazin emas. Ha? Bu Kovri. Ya, ziq bo'lma. Kech qolmayin deb Gagarin bilan boryapman. Tushunmadim. Kim bilan? Gagarin bilan boryapman. Butun dunyo taniydigan odam kelyapti meni uyimga. Ana mehmon, qani mehmon, nufuzli mehmon. Qaysi mehmon? Gagarin. Gagarin? Qanaqa Gagarin? Yuriy Gagarin. Kulgular sizga yarashsin, kulganlar yuzdan oshsin, do'stlarga bag'rin ochsin ulug' yoshlarda. Kulgular sizga yarashsin, kulganlar yuzdan oshsin, do'stlarga bag'rin ochsin ulug' yoshlarda. Yaxshimisan? Ha, tinchlikmi? Shaharga bir aylanib kelaylik. Birinchidan meni shaharga borishga vaqtim yo'q. Ikkinchidan pul ishlatishga toqatim yo'q. Xarajatni o'ylama, men turibman. Shundaymi? Yur, men bilan aylan. Men seni bilaman. Men seni bilaman. Shaharga borgandan keyin, "Voy, plastigim qolib ketibdi. Voy, kampirim pulni ishlatib qo'yibdi. Voy, sen to'lab tur. Meni xarajatga tushirgan. Safar senga qildirmayman. Men o'zim to'layman. Yurgin, gap bor, ey. Shaharda yurgin. To'xta. Hamma xarajatni o'zing qilasanmi? Qilaman. Ishontirasan, ha? So'z berasan, ha? Ha, 100% garantiya bilan qilaman. Yana bitta shartim bor. Ha. Shaharga borgandan keyin Fazli, shu jiyanimnikiga bir kirib ketaylik. Shu xafa bo'ladi deb meni birovning uyiga mehmonga olib borib, uxlashga haligi xijolat qilmagin. O'zi jiyani ikki xonali uyda turadi. Bola chaqasi bor. Ha, odam birovning uyida mehmon bo'lgandek bo'lmaydi, yotgandek bo'lmaydi. Mehmonxonaga joylashtirsang boraman. Mehmonxonaga? Ha. Bo'pti. Sen mehmonxonaga ham joylashtiraman o'zi. Aniq-a? Bo'ldi, borsang bo'ldi. Aldamaysan. Ha? Bo'ldi, boramiz. Shoshma. O'zi shaharga nimaga boryapmiz? Nevarani bir ko'rib kelaylik. Nevarani domlalari menga kelmasangiz bo'lmaydi deb chaqirtirdi. Shunga bir borib kelishimiz kerak. Ana boyagi yosh olimlar chiqaradigan maxsus maktabda o'qiydigan nevarangni aytyapsan? Ha, ana shu yasha. Biron bir ish ko'rsatganmi deyman-da. Haqiqatdan nima? Shunga sen bilan birga borsam yaxshi-da. Ha, bo'pti. Bo'lmasa erta kunda kechqurun yo'lga chiqaylik. Seni mashinangni borib kelaveraman. Bu benzinni o'zim qo'yib beraman. Qo'y. Haydamayman, mashinamni haydamayman. Nimaga? Benzining ham kerak emas, boshqasi ham kerak emas. Shaharga borgandan keyin nevarang bahona bir ikki kun dam ham olib kelamiz-da. O'shanga mashinani tashlab yo'l mashinaga ketaylik, ham senga arzonga tushadi. Bo'ldi, men o'zim olib borib kelaman. Bo'ladi? Ha. Bo'lmasa hozir ketamizmi? Ha? Bo'lmasa pul olib chiqay, qo'yib. Menga qarang. Ha. Pasportingni ham avval mehmonxonaga kerak bo'ladi. Ha, bo'ldi. Xo'p. Alo. Ha qizim, yaxshimisan? Ha, rahmat. Yo qizim, bugun bog'chadan chiqib o'zing uyga boraver. Ha, bog'cha bilan uyda orasi bir qadam bo'lsa. Men Jo'raqil amaking bilan shaharga ketyapman. 2 kunda qaytamiz biz. Ha, Jo'raqil amakingning ishi bor ekan shuni. Shaharni bilmaydi-ku, shaharni. Ha, men yo'l boshlovchi qizim. Ehtiyot bo'l. Mayli qizim, xo'p. Fazli, shu qizingni yomon erkalatasan-ey. Ha, endi Jo'raqul kenjam, erkatoy. Bo?
Ha bu nevarangizmi deyman ha? Yo'q. Kenja qizim. Ha? Ha, har kuni bog'chadan o'zim olib ketaman. O'shanga o'rganib qolgan. Qo'ng'iroq qilyapti-da, bugun ham olib ketasizmi deb. Yo'q, rostdanmi? Yoshingiz nechida o'zi amaki? Yoshim bu yil xudo xolasa 75. 75? Ha, shuni siz men yo holdan toyganman, yo charchaganman, uxlab qolaveraman-da amaki. Ha, menimcha siz chet eldagi biron joyda davolangansiz, to'g'rimi? Qanaqa chet el? Umuman davolanmaganman. Shu yoshga kirib biron marta na ukol olganman, na dori yeganman. Ha. Amaki, to'g'risini ayting. To'g'risini ayting. Biron bir siri bormi buni? Buni siri bor. Agar rostini aytsangiz, mana men javob sizlarni tekin olib borib tashlayman. Bo'ldi. Aytaman-da sirini. Faqat manzilga yetganimizdan keyin aytaman sirini, xo'pmi? Aniqmi? Aniq. Bo'ldi. Mana amaki. Rahmat, rahmat. Xo'p. Amaki. Ha. Aha, boyagi narsa sirni aytmadingiz-ku. Ha, uni sirimi? Kichkina qizim bog'chada tarbiyachi bo'lib ishlaydi. Har kuni qaytishda olib ketaman deb o'rganib qolgan shunga. Mayli, oq yo'l. Yaxshi yetib olinglar. Bo'pti, mayli. Hey! O asta o, uka. O fazla bir narsada bunga. O asta haydang, o chokor. Nima qilyaptimi? Hozir. Uka. Faqat telefonga qarayotgansan-da. Yo'lga ham qarasang bo'lmaydimi? Har zamon qarayapman-ku, amaki. Uxlaganim yo'q, amaki. Men telefonga qarab sal chalg'iymanmi? Shunaqami? Hozir ko'rasan. Bu ikkinchi reysimda bu, amaki. Mana o'rtoqlar. Biz Jo'raqul bilan shaharga yo'lab ketyapmiz. Lekin biz olib kelgan mana bu haydovchi qo'lida faqat telefon qoida buzarliklarni sodir etyapti. Bunday shofyorlarga, haydovchilarga bir chora ko'radiganlar bormi? Men nima qilyapman? Iltimos, mutasaddilardan rasmiy munosabat kutib qolamiz. Ha. Ana, endi ko'rasan. Ha. O'chiring. Nima quloqmisiz yo? Ha, quloqman. Senga o'xshaganlarning dastidan jarga dumalab ketgandan ko'ra, quloq bo'lib tirik yurganim yaxshi. Uxlamaganman. Aytdim-ku. Telefon ko'rsam sal uyqum qochadi. Chalg'iyman-da. Yo'lga senga o'xshab qoida buzganlar oppoq-u, menga o'xshab tanbeh bergan, to'g'ri yo'lga boshlagan, ha? Gunohkor bo'lsinmi? Chetroqqa to'xta. Charchagan bo'lsang o'zim haydab ketaman. Hayotingni bunday xavf ostiga qo'yma. Rostdanmi, amaki? Bo'ldi, hozir to'xtayman. O't bu yoqqa. Hop. Domla yaxshimisiz? Demak siz bobosi. Shunday. Ota-onasi kelmadi? Buni ota-onasi chet elda ishlaydi. Bu bola meni qaramog'imda. Men o'zim qarayman bunga. Domla nima ish qilib qo'ydi bu? Bu bola katta ish qildi. Hoy, menga qara, nima ish qilib qo'yding? To'g'risini ayt. Men yuragimni ushlab kelyapman hozir u yoqdan. Men ham ushlashdim yuragini. Ha, ayting, nima qildi bu? Hey, bobosi. Olamshumul yangilik qildi. Havo dvigatelini yaratdi. Ha? Necha asrlardan buyon butun dunyo olimlari o'ylab topolmagan ishni o'zi bajardi. Nima ish qilding?
Sen menga o'xshamading, ey. Ya qanaqa bo'lasan sen? Men qara, menga shu dvigatel kerakmidi? Meni avlod ajdodimni sharmanda qilyapsan sen bola. Ye? Senga o'xshagan bola chiqmagan bizning avlodimizdan. Ye? Nega qo'yisiz? Nega urushasiz? Bu ixtiro yaratib turibdi. Domla, siz tushunmaysiz-da. Men hozir qishloqqa borib, biron bir xato ish qilib qo'ysam, hamma meni ustimdan kuladi. Mana nevarangga o'xshasang bo'lmaydimi? Qara nevarangni deb. Birinchi o'rinda bilasizmi kim? Mana shu kuladi. Ha, sen. Hey, Jo'raqul. Men nega sen ustingdan kulaman? Men hozir senga havasmand bo'lib qarab turibman. Kebir quchoqlik, bag'rimga bos. Xursandchiligimdan samimiy, do'stona. Domla uzr, do'stona. Do'stim, bunday bir xursandchilikda Bobosi Mumtozbekni orqasidan hali siz ham tanib ketasiz. Ko'cha-kuyda yurganingizda mana yosh olimni bobosi deb sizga hurmat bildiradi, havas bilan qarashadi. Siz bo'lsangiz Mumtozbekni urushasiz. Shu ekan. Menga qarang domla, u maqtov nimalarni qo'ying, men pul beradim bunga. Pul ham gapmi? Bunga beriladigan mukofotlardan milliarder bo'lib ketasiz. Millioner bo'lasiz. Bu mukofot pullarini hammasini o'zingiz nazorat qilasiz. Yo'q, qarang, qo'yib qo'ygan o'zim. O'zi avlod ajdodimizga tortgan, ko'ryapsizmi? Hammamizni xursand qilding, ota bobolaring kim qanday xursand bo'lib o'tiribdi hozir. Men bilardim avlodimizdan mana shunaqangi bola chiqishini. Qarang, xursand qilding meni. Ota-onang eshitsa kim qanday xursand bo'ladi? Qishloq eshitsachi. Menga menga tortdi, qarang. Olmani tagiga olma tushadigan rost. Bolam. Jo'raqul. Labbay. boyagina koyib yotuvding. Pulni eshitgandan teskari bo'lib qoldingki. Haligi nimani eshitganmisan? Buqalamin. Eshitganmisan buqalamin? Ha? Ana shunday tovlandingda hozir. Ya, nimalar deyapsan? Hozirdan, menga umuman pul kerak emas. Men pul haqida nima qilmayapman. Bu bolam katta bo'lib, shu el yurtga naf tegsa, mana olim bo'ladi deyapti. Olim bo'lsa, men shunga xursandman. Pulga muhtojlik joyim yo'q. Bilasan-ku, jo'ra? Ha. Menga qarang. Agar pulga muhtoj bo'lmasangiz, maktabimizda ilm fanini rivojlanishi uchun, moddiy texnika bazasi uchun o'sha pullarni xayriya qiling. Men pul kerak emas dedimmi? Agar degan bo'lsam, buni yutug'ini ko'rib, nevaramni yutug'ini ko'rib hayajonlanib aytgan bo'lsam, aytgandirman, hozir o'zimdan maslamda men. Endi hayajonlanganda odam nimalar demaydi, domla. To'g'rimi? Hayajon kuchli bo'lib ketdi. O'zing bos, o'zing nima qil, o'zingga kel. Adashib ketdi bu domla, adashib ketdi. Adashdim. Mayli. Aytgancha, maktabimizga butun dunyoning olimlari yig'ilishgan. Delegatsiya kelgan. O'sha delegatsiya yosh olim bilan uchrashmoqchi. O'sha uchrashuvni o'tkazganimizdan keyin 10 kunga yana qo'shimcha ta'til beramiz. Qishloqqa borib mazza qilib dam olib keladi. Ma'qulmi? Juda yaxshi. Yo'q demaysiz, xo'p? Juda yaxshi. Bu seminar 2 kun davom etadi-da, ha? Albatta 2 kun davom etadi. Bo'lmasam biz Jo'raqul bilan ikkalamiz mehmonxonada 2 kun dam olib, shahar aylanib, nima kutib turamiz. Keyin buni qishloqqa o'zimiz olib ketamiz, ha? Yo'q. Keyin men qara, milliarder. Janob milliarder. Men qara, lyuks xona olasan, lyuks xona. Har birimizga alohida lyuks xona olasan. Qiziq gaplarni gapirasan, alohida. Ikkita xonani nima qilasan? Zerikib o'lamiz. Bitta xona olib gaplashib ikkovimiz suhbat qilib yotamiz. Mayli. Mayli. Men aytdim, qo'ydim jo'ra. Lekin o'zingdan ko'r. O'zing menga keyin gina qilib yurma. O'zim to'layman, ishing bo'lmas.
Gap. Gap. Jo'raqul, nima chiroqni yoqib olib o'tiribsan, uxlamaysanmi? Uxlab bo'ladimi? Bu xurrillashingda seni. Ana Uralmatskini bilasanmi? Shuni go'lishtiri yo'q sen ekansan ana shu. Har qilasan. Uxlab qolsang eshitilmaydi. Nima? Uxlab bo'ladimi seni dastingdan? Xurr qilaverasan. Ey, mana buni taqishga majbur bo'ldim. Ayb o'zingda. Yo, men senga aytdimmi? Alohida xona ol deb aytdimmi? Puldan ziqnalik qilding. Ertaga menga alohida xona olmasang, maska taqib yotishingga majbur qilaman. Xudo. Bo'pti, bolalar ish bo'ldi. O't bilan bir burchakda yotaver. Baribir uxlolmayman. Kayfiyatim yo'q. Nima kayfiyating yo'q? Men jiyanim bilan seni jiyaning hech bir kelishib yasholmayapti. Shuni bir oilasini bir kelishtirib qo'yish kerak. Toza mana yerga keldi. Qo'y shu er xotin urushi do'konimolni qurishi degan. Lekin bular do'konimolni qurishi cho'zilib ketyapti-da. Men qara, qishloqqa boraylik. Ikkomiz bir bularni murosiga keltirib qo'yamiz. Ana jiyaning bor-ku, niqol meni jiyanimni kobra derkan. O'z kobrani ko'rganmi? O'laman, kuyaman, sevaman deb olib, endi kobraga chiqarib o'tibdi. Kobra emish. O'rgildim. Ana shu kobrani haqiqisini ko'rsatmoqchiman shu jiyanimga. Kobrani qayda olasan shaharda? Sotar ekan shaharda. Ana shu yerdan olaman. Pul kelyapti-ku. Ko'rsataman endi o jiyani. Qayerda sotyapti kobra? Men o'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Kobra deb yozib qo'yibdi do'konga. Tong otsin, ertalab boramiz. Ko'rsataman senga. Jo'raqul. Men qara, men ertaga qishloqqa sen bilan qayta olmayman. Sen o'zing ketaverasan, men indinga boraman, xo'pmi? Harbiy xizmatda birga xizmat qilgan bir quroldosh do'stim bor. O'sha haligi gruppamiz bor-da, haligi askarlar degan gruppamiz bor. 402. O'sha gruppaga men shahardaman deb yozuvdim. Bir mehmon bo'l, bir choy qilib beray deb qo'ymayapti-da. Seni ham olib bormoqchi edim. Biz Jo'ram bilan deb olib kel, Jo'ra. Sen taniydi-da. Taniydi. To'yimizga borib, u ko'rgan. Olib kel dedi. Men aytdim, "Yo'q, u bora olmaydi" dedim. Sen qishloqqa borib tayyorgarlik ko'rishing kerak-ku. Ertaga nevarang ketadi, mehmon keladi uyga, yosh olimni ko'rgani, qarindosh urug' keladi. Tayyorgarlik ko'rishing kerak-da, Jo'rajon. O'shaning uchun olib bora olmayman. Xo'pmi? Men o'zim indinga yetib boraman. Xo'p? Bo'pti, mayli. Kech qolmasdan borda bo'lmasa. Sen Jo'ramsan. Sen bormasang boshlamayman hech narsani. Shuni bilib qo'y. Qolib ketmay ana Jo'rang bilan. Boshlab qo'yma. O'zim so'yaman. degan qo'chqarni o'tirib menga, tushundingmi? Dirkillagan dumanlari kattagina shirvochani so'ygin. Tushundingmi? Qattiqlik qilma. Shunday chiroyli jiyanimni beruvdim. Endi kobraga chiqarib o'tibdi. Kobra emish. O'rgildim. Kobriga? Bo'pti. Tong otsin. Boramiz, shu do'konga ham boramiz, boshqasiga ham boramiz. O'tib uxla. Yotaver. Jonim, endi uyqu zo'r bo'lganda uyg'onganingni qara.
avtomat ekan-da. Mana Kobri. Jo'raqul, sen bu do'konlarni qayerdan topib olasan, ey? Topaman-da. Kobra magazinmish. Dumdum. Ha. Bu Kobra magazin emas. Ha? Bu Kovri. O'zbekchasiga gilam degani. Gilam magazin bu. Yo'q, E, nimaga ruscha yozadi? O'zbekcha yozsa bo'ladi-ku shu yerga. endi odamlar shaligi ruscha gapirsam aqlli ko'rinaman deb normalniy odamlar ham постоянный ruscha qo'shib gapirishadi o'zi. Ha. Bular ruscha qilgandirlar. Ko'p. Bo'pti ketdik. Yur. Sharmanda ham qilding. Hali bitta yarib ko'rib qolmadi. Bitta yarib eshitib qolmadi. Shuni Mashrabga aytib yurma. Butun O'zbekistonga gap so'zib beradi bu. shuning uchun seni olib yuraman-da, jo'ra. Yur ketdik. Alo. Allo. Ha, Jo'raqul. Hozir kelyapsanmi, jo'ra? Ha, yo'lga chiqdim, boryapman. Ha, kerak, ha. Ya, ziq bo'lma. Kech qolmayin deb Gagarin bilan boryapman. Tushunmadim, kim bilan? Gagarin bilan boryapman. Allo. Ovozing yaxshi kelmayapti. Bo'pti, ko'rishamiz. Allo. Gagarin bilan deydimi? Yut jo'ram qurmag'iri. Gagarin olib kelyapti ekan. Ey, shunday nufuzli mehmon kelyapti ekan. Tayyorgarlik ko'rish kerak. Lekin hech kimga aytmayman. Surpriz bo'ladi-da. Alo? Toyirim. Yaxshimisan? Sog'ling yaxshimi? Ey, bitta qo'zicha yetalab keladigan bo'lyapsan-da. Ha? Nimaga? Nufuzli mehmon kelyapti, do'stim. Ha. Butun dunyo taniydigan odam kelyapti meni uyimga. Ha. Kelaver, ha. Farruxni ham olib kelgin, ha, o'zing bilan birga. Qara, u ham quruq kelmasin, xo'pmi? Yo, dunyo taniydigan odamni ularga ko'rsataman-ku. Quruq keladimi? Qo'l mevami? Pista bodommi? Biror narsalar olib kelinglar, xo'pmi? Yana kimga telefon qilsam ekan, ha? Ulxon bojaga telefon qilamiz. Tayyorgarlik zo'r bo'lyapti. Mehmonni kimligini aytmayman. Surpriz bo'ladi-da. Ertaga Jo'raqulnikiga kim keldi desa, Gagarin keldi deb hurmat qilishadi. Yaxshi aylanib keldingmi, Jo'rajon? Rahmat. Ya sog'indim, bir kunda sog'indim. Qani? Kim qani? Ana mehmon qani, mehmon, nufuzli mehmon. Qaysi mehmon? Gagarin. Gagarin? Qanaqa Gagarin? Yuriy Gagarin. Seni
kallang ishlaydimi? Ha? Gagarin bilan kelyapman deding-ku. Appa, dumdum. Men seni oldinga tezroq boray, yaqin yo'l bilan boray deb, mana Jizzax viloyatining Gagarin tumani bilan aylanib keldim men. Yo'l yaqin bo'lsin deb. Nima endi? Men Samarqandga kirishda Ulug'bek bilan boryapman desam, Mirzo Ulug'bek deb olib kelishim kerakmi shunga endi? Shuni tushuntirib aytsam bo'lmaydimi? Men hammani chaqirib bazm uyushtirib o'tiribman. Gagarinkilar. Ayt kelsin, telefon qilib yura. Uyalama endi sharmanda bo'laman odamlar oldida. Bobo, Yuriy Gagarin 1918-yil 27-mart kuni sinov parvozidan vafot etgan-ku. Shundaymi? Ha, jo'raqula. 75 ga kirib ham aqling kirmadi. Bitta mana shu bir 9 yasharlik nevrangchalik bo'lmading-ey. Sifay senga sifay. O'sha yerda aytdim-ku o'zi. Birinchi bo'lib sen boshlaysan odamni ustidan kulishdi. O'zi hammasiga sen aybdorsan. Nima? Kulgular sizga yarashsin, kulganlar yuzdan oshsin do'stlarga.